Siz Bluetooth'den har kuni foydalanasiz. Biroq bu texnologiyaning tarixi 10-asrda жасаған vikinglar korolining hurmatini qo'yilganini bilasizmi? Ava, vikinglar qanday qatnasi bar ekanini hozir aytaman. Bluetooth bu blue ko'k ham tooth tiz degani. Biroq bu atama vikinglar tarixidan olingan. 10-asrda Daniyada жасаған korol bo'lgan Harald Bluetooth. Ol Daniya ham Norvegiyani birlashtirgan kuchli korol bo'lgan delinadi. Uning laqabi Bluetooth bo'lgan. Sababi аңызларга bo'la алдыңғы tizlarining biri qara ko'k rangda bo'lganligi aytiladi. Keyin 1996-жылы bir topar injenerlar жаңа turli qurilmalarni birlashtiradigan texnologiya yaratdi. Ham ular bo'lda vikinglar korolini qusaydi. Qurilmalarni birlashtirib dedi. Soning uchun Bluetooth texnologiyasi ati ayni vikinglar korolining hurmatini qo'yilgan. Hattoki logotipi de Skandinaviya yozuvlaridagi H ham B harflaridan iborat. Siz bu ma'lumotlarni oldin eshitdingizmi? Fikrlaringizni kommentariyda yozib qoldiring. Sizga o'xshagan o'xshash ma'lumotlar qiziq bo'lsa, Aydin kanalına a'zo bo'ling.